Ortingizdan birov gapiradi. G'iybat qiladi. Har xil so'zlarni aytadi. Mana shu so'zlarni aytganligini siz ba'zan bilasiz, ba'zan bilmaysiz. Uni yaxshiligidan olinib, sizni yaxshiligingizga qo'shiladi. Uni yaxshiliklaridan kamaytiriladi, sizni yaxshiliklaringizga ko'paytirib beriladi. Aslida nima uchun gapiryapsiz? Demak, siz oldingasiz. Demak, siz muvaffaqiyatdasiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz balandsiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz kuchliksiz. Gapirgan odamdan ko'ra siz inshaalloh taqvodan yaxshisiz. Nima uchun gapiradi? Hasaddan gapiradi. Ko'rolmaslikdan gapiradi. Oddiy insonlarning qo'lidan kamroq bo'ladi. Shuning uchun biz Alloh taologa hamd va sano aytishimiz kerak.